9 ta ketma-ket g'alaba, 60 ochko. Chempionlik poygasida Atiga 2 ochkolik ustunlik. Endi savol bitta. Real Madrid Pamplonada bosimni ko'tara oladimi? Assalomu alaykum. Bugun Real Madrid va Osasuna o'rtasidagi o'yin oldidan taxminiy tarkiblar va eng muhim jamoa yangiliklarini tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va mehnatimizni qadrlab, like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Real Madrid La Liga peshqadami sifatida El Sadar maydoniga tashrif buyuradi. 24 o'yinda 60 ochko, 19 g'alaba, 3 durang, 2 mag'lubiyat. Eng muhimi, liga bo'yicha eng mustahkam himoya ko'rsatkichlaridan biri. So'nggi turda Real Sociedad ustidan 4-1 hisobidagi ishonchli g'alaba jamoaning ruhiy holatini ko'tardi. Vinicius 2 penaltini golga aylantirdi. Gonzalo Garcia va Fede Valverde hisobni mustahkamladi. Endi tarkib masalasi. Jude Bellingham hali ham son mushaklaridagi jarohat sabab safda yo'q va aprelgacha qaytishi kutilmayapti. Bu markaziy yarim himoyada katta yo'qotish. Himoyada Eder Militao tendon muammosi bilan, Dean Huijsen esa mushak jarohati tufayli maydonga tusha olmaydi. Rodrigo ham sonidagi og'riq sababli o'ynashi dargumon. Bu esa hujum rotatsiyasini qisqartiradi. Yaxshi xabar, Kylian Mbappe safga qaytmoqda. U avvalgi o'yinda zaxiradan tushdi. Endi esa asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Mbappe La Ligada 23 gol bilan to'purarlar ro'yxatida yetakchilik qilmoqda. Endi ehtimoliy asosiy tarkib. Darvozada Courtois, himoyada Alexander Arnold, Asensio, Rudiger, Carreras. Yarim himoyada Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Oldinda Güler. Hujum chizig'ida Mbappe va Vinicius. Bu tarkib tezlik va pressingga asoslangan. Ayniqsa Mbappe va Viniciusning qanotdan ichkariga kirishi Osasuna himoyasiga katta bosim qiladi. Uchrashuv 21 fevral shanba kuni soat 22:30 da boshlanadi. Chempionlik poygasida xatoga o'rin yo'q. Barselona Atiga 2 ochko ortda. Har bir ochko oltinlik qadrli. Sizningcha Real Madrid ketma-ket 10-g'alabani qo'lga kirita oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.